Men nimadan qo'rqaman? Mana shu meni holatimni ko'rib bunaqangi telefon qilib xavotir olishlaridan qo'rqaman-da. Men majbur edim o'sha paytda. O'sha video joylanishi kerak edi. Chunki deganda hamma narsani boshlanishi bor, nihoyasi ham bo'lishi kerak-da. O'sha uchun men majbur o'sha videoni joylaganman. Ayam telefon qilyapti mana. Telefon qilib xavotir olishyapti. Men ulardan emas, bu ishdan nima qilib ketganim emas, boshqa ish topiladi, xudo xolasa rizqimiz bo'lsa beradi. Lekin eng alam qiladigani mana shu voqea bo'lsa, ota-onam xabar topib, video joylayman xabar topib, bundan xavotir olishsa, o'shanisi eng yomoni o'sha narsada. Meni eng qiynaydigan narsa mana shu. Men ishimdan, boshqa narsadan ketishdan umuman qo'rqmayman. Lekin xabar topishsa, mana shunaqa qilib, sog' bo'lingizlar, xudo xolasa kecha ishga chiqdim, kecha sizlarga ko'rsata olmadim. Xudo xolasa nasib bo'lsa biz davom etamiz. To'xtab qolish yo'q. Bizlarni cho'kdi deb o'ylaganlar, bizlarni suv osti kemamiz borligini bilishmagan. Xudo xolasa isbotlaymiz. Oxiri o'sha nasib bo'lsa, xudo xolasa yuz yorug' bo'lmaguncha harakatdan to'xtamayman. Rahmat, sog' bo'ling.